Men yo'q surtib qo'ysang yaxshib ketadi deganda, yaxshi bo'lsa kerak dedim. Вот. Qochdim, mana bu. Ko'ryapsizku, bu dальше shivra ko'karadi. To'g'ri. Hozir gips qilamizmi? Da, gips qilaylik emas. Necha kun bo'ldi? Qismasdan qilasiz, ha, og'riq. Buni Sizga hurmatli do'stlar, biz endi kulgu bilan akani realni mazasi yo'q. Mana bu ringni ko'ryapsizlar. Hozir endi qo'lni gips qilamiz. O'shaning uchun duoda bo'lasizlar. Ertaroq sog'ayib ketsin, o'z oilasiga qaytsin ertaroq. Qo'lda nima qildingiz? qo'l singan ekan, sal bee'tibor bo'libmiz sog'likka. Menga bola o'zimizda aytdi. Shunday. Endi mana shu bizni kuzatadigan Allohning duoda bo'lsin sizga ertaroq yaxshi bo'lib keting. Olayim. Bolalaringizni oldiga sog'-omon ertaroq yetib oling. Siz bu ko'rsatgan jasoratni oldida bitta barmog'ingiz sinishga hech ketmas. To'g'ri ekan. O'zingizni joningizni o'sha yerga tashlab, riskovat qilib o'sha farzandni hayotdan saqlab qoldingiz. O'shaning uchun Yes O'zbekiston siz bilan g'ururlanadi va mana shu yerda maksimal darajada akaga o'z yaxshi niyatlaringni bildirib ketinglar. Xudo xohlasa yaqinda O'zbekistonga qaytadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ertalabdan qanaqa kanal keldi yana siz syomka qilgani? Nomini bilmayman lekin. Mir telekanali keldi. Endi polisi siz haqingizda sujet qilyapti, ko'rsatyapti. Mana zritellarga nima deysiz? Men sizni oldiga kelyapman. Mana shunday sizni videolaringizni ko'rsatyapman. Nima deb o'ylaysiz? Bu xalqqa foydasi bormi yoki bu videolarni qilmaylikmi? Juda katta foydasi bor ekan. Chunki foydasini qanaqa sezyapman, o'zim kommentariylar o'qib sezyaman. Undan emas, musofirda yurgan men bu o'zbek, tojik, nafaqat qirg'iz, qozoq hammasini hurmatini bo'lishini xohlayman. Meni o'zim xohladim shunchalik bo'lishini. Men shunchalik bo'lib ketdi. Bundan ziyod bo'lsin, shu tobi ko'rsin bizni qahramonligimizni, bizni mana shunaqa sof dilligimizni bilsin deb o'ylayman. To'g'ri, mana shu videolarimizni chiqaradigan videolarimizdan maqsadimiz shu. Mana shu akani qilgan ishini maksimal darajada mana o'zbek qanday mardligini, mana shu jasoratligini ko'rsatish uchun-da. Sizlardan esa faqat duo, biz qo'limizdan kelgancha mana ertalab 8 dan sovuqda xizmatdamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Rahmat. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Yana bir bor, bu YouTube nafaqat meniki, sizlarniki ham qadrdonlarim. Shularga? Labaga. Qayerga keldik? Xudo xolasa butun musofirlarimizni problemasi muammosi hal bo'lmaydigan, kech hal bo'ladigan joyga keldik. Fimesga keldik. Sizni bu yerga nima chaqirdimi? Xudo xolasa chaqirdi bu Fimesga, kelib turibmiz. Mana shu endi hozir ichkarida biz so'raymiz, agar iloji boricha mana shu o'zimizda xalqimizga mana shu dokumentlarni bir yengillashtirishini. Inshaalloh shu bo'yicha kelib turibmiz o'z asnovini. Nasib harakat qilamiz sizlar uchun hammasi. Sizlar uchun. Biz keldik, hozir ichkariga qo'yadi. Videolarni maksimal darajada qo'yaman. Bu aka endi o'zi uchun emas, bu mana shu xalq uchun, sizlar uchun maksimal darajada qo'limizdan kelgancha. Men o'zim ham shu yerda ancha yildan beri yuraman. Siz o'zingiz mana musofirsiz, bu yerdagi kamchiliklarni bilasiz. Boshimizdan o'tgan Tembolaga. Iloji boricha so'raymiz, aytamiz hozir. To'g'ri. Xudo xolasa sizlar uchun yana bir so'rab harakat qilamiz, Xudo xolasa. Avvalo Alloh